Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim, ayniqsa pensionerlar, nafaqa oluvchilar, ularning farzandlari va yaqin qarindoshlari albatta bilishi kerak bo'lgan masalani tushuntirib beraman. GAP 1 iyulgacha pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ayrim fuqarolarga berilishi kerak bo'lgan summalar, yangi ro'yxat, qayta hisob kitob hujjatlarini tekshirish va pulni o'z vaqtida olish masalasi haqida ketmoqda. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki ko'p odamlar o'ziga tegishli pulni bilmasligi, hujjatda kichik xato bo'lishi yoki vaqtida murojaat qilmasligi sababli bir necha oy kutib qoladi. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Kimlar albatta tekshirishi kerak? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Qaysi holatda qo'shimcha pul chiqishi mumkin? Qaysi holatda esa hech qanday o'zgarish bo'lmaydi? Videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling. Like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar oilangizdagi katta yoshli insonlarga juda kerak bo'lishi mumkin. Avval vaziyat qanday edi? Ko'p yillar davomida pensionerlarning asosiy muammosi shundan iborat bo'ldiki, pensiya tayinlangandan keyin odamlar hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylashadi. Aslida esa pensiya miqdori bir nechta omillarga bog'liq: ish staji, ish haqi, to'langan badallar, imtiyozli davrlar, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, yoshga doir pensiya turi, shuningdek hujjatlardagi ma'lumotlarning to'g'ri kiritilgan-kiritilmaganiga bog'liq. Oldin ko'p holatda odamning mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'liq tekshirilmasdi yoki arxidan tasdiq olish cho'zilib ketardi. Ayrim joylarda ism familiya bir harf bilan boshqacha yozilgan, tug'ilgan sana noto'g'ri tushgan, tashkilot nomi eski nomda qolgan, ish haqi haqida ma'lumot yetishmagan bo'lishi mumkin. Bunday kichik ko'ringan xatolar pensiya hisobiga bevosita ta'sir qiladi. Endi esa eng muhim o'zgarish shuki, ro'yxatlar yangilanmoqda. Ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Ayrim pensionerlarning to'lovlari qayta ko'rib chiqilishi, ba'zilariga oldingi davr uchun farq summasi chiqarilishi mumkin. Men bu yerda hammani bir xil pul oladi demayapman. Yo'q. Har bir insonning holati haqida. Ammo 20 iyulgacha bo'lgan davrda ro'yxatlarni tekshirish, kamchiliklarni aniqlash, hujjatlarni to'ldirish va ayrim to'lovlarni yetkazib berish masalasi juda dolzarb. Shuning uchun men sizlarga eng avvalo shuni aytaman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner ota-onangiz bo'lsa, mening pensiyam har oy tushyapti, demak hammasi joyida deb beparvo bo'lmang. Pensiya tushayotgani yaxshi, lekin uning to'g'ri hisoblanganmi? Imtiyozlaringiz inobatga olinganmi? Qayta hisoblashga asos bormi? Qo'shimcha to'lov chiqishi mumkinmi? Bularni tekshirish kerak. Birinchi navbatda yangi ro'yxat deganda ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Ayrim odamlar buni hamma pensionerga bir xil miqdorda pul tarqatiladi deb o'ylaydi. Men ekspert sifatida bunday fikrdan ehtiyot bo'lishni tavsiya qilaman. Ro'yxat degani odatda ma'lum toifadagi fuqarolarni aniqlash, ularning huquqini tekshirish, ma'lumotlarni bazaga kiritish yoki yangilash degani. Ya'ni ro'yxatda bor odamga to'lov chiqishi mumkin. Lekin bu to'lovning miqdori odamning shaxsiy holatiga bog'liq bo'ladi. Masalan, birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli pensioner ayol 30 yil ishlagan. Lekin pensiya tayinlanganda uning 4 yillik ish staji arxivdan tasdiqlanmagan. U ayol endi nima ham bo'lardi deb yuravergan. Keyin farzandi arxiv ma'lumotlarini topib, pensiya jamg'armasi bo'limiga topshirgan. Natijada pensiya qayta hisoblanadi. Agar uning oylik pensiyasi deylik 90 ming so'mga oshsa va bu huquq oldingi davrdan tan olinsa, ayrim holatlarda o'tgan oylar uchun farq summasi ham hisoblanishi mumkin. Bu 2 oy bo'lsa 160 ming so'm, 6 oy bo'lsa 70 ming so'm, undan ko'proq bo'lsa yanada kattaroq farq bo'lishi mumkin. Lekin bu hamma uchun emas, aynan hujjati to'ldirilgan va qayta hisoblashga asos bo'lgan holat uchun. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi pensioner erkakning mehnat daftarchasida 1990-yillardagi ish joyi yozilgan, ammo ish haqi haqida ma'lumot yo'q. Pensiya hisobida ish staji hisobga olingan bo'lishi mumkin. Lekin ish haqi ko'rsatkichi to'g'ri kiritilmagan bo'lsa, pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Agar arxidan ish haqi ma'lumotnomasi topilsa, ba'zan pensiya miqdori oshadi, ba'zan esa oshmasligi ham mumkin. Chunki hisob-kitobda boshqa davrlar foydaliroq bo'lishi mumkin. Demak, asosiy xulosa hujjat topildi degani avtomatik katta pul chiqadi degani emas, lekin tekshirtirish shart. Uchinchi misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oila bor. Oilada voyaga yetmagan farzand bor.
onasi esa hujjatlarni vaqtida yangilamagan, ba'zan o'qiyotgan farzand 15 yoshdan keyin ham kunduzgi ta'limda bo'lsa, belgilangan tartibda huquq davom etishi mumkin. Lekin ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki kechikishi mumkin. Shuning uchun 1 iyulgacha bo'lgan davrda bunday o'ylar o'quv joyidan ma'lumotnoma. Shaxsiy hujjatlar, bank kartasi ma'lumotlari va boshqa talab qilinadigan hujjatlarni tayyorlab qo'yish juda muhim. Men hozir alohida toifalarni sanab o'taman. Agar siz shu toifalardan biriga kirsangiz, albatta o'zingizning pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Birinchidan, pensiyasi yaqinda tayinlangan fuqarolar. Pensiya yangi tayinlanganda ayrim ma'lumotlar vaqtincha mavjud bo'lmasligi mumkin. Keyin hujjat qo'shilsa, qayta hisoblash masalasi chiqadi. Ikkinchidan, ish staji to'liq hisobga olinmagan deb o'ylaydiganlar. Masalan, siz 35 yil ishlaganman deysiz, lekin hujjatda 29 yil ko'rsatilgan bo'lsa, bu katta farq. Ayniqsa sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkiloti, tuman korxonalari, yopilib ketgan idoralarda ishlaganlar ko'proq tekshirishi kerak. Uchinchidan, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasini oluvchilar. Nogironlik guruhi, tibbiy xulosa muddati. Qayta ko'rik sanasi, guruh o'zgargan bo'lsa, to'lov miqdori ham o'zgarishi mumkin. Ba'zi odamlar guruh o'zgargandan keyin hujjat pensiya bo'limiga to'liq yetib borgan-bormaganini tekshirmaydi. 4-dan, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oluvchilar. Oiladagi farzandlar soni, ularning yoshi, o'qish holati, nikoh holati, vasiylik masalasi bularning hammasi to'lovga ta'sir qiladi. 5-dan, bank kartasini almashtirgan, yashash manzilini o'zgartirgan yoki pasportini ID kartaga almashtirgan pensionerlar. Ba'zan to'lov chiqadi, lekin karta ma'lumoti eskirgan bo'ladi. Yoki odam boshqa tumanga ko'chgan, lekin pensiya hujjati eski hududda qolgan. Natijada pul kechikadi. Odam esa sababini bilmay sarson bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, oxirgi yillarda pasport, bank kartasi, manzil, nogironlik guruhi yoki oilaviy holatingiz o'zgarmagan bo'lsa, ish stajingiz bo'yicha e'tirozingiz bo'lmasa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Lekin baribir men yiliga kamida 1 marta pensiya ishingizni tekshirtirib qo'yishni tavsiya qilaman. Ayniqsa farzandlar ota-onasiga yordam berish kerak. Chunki katta yoshli odamlar ko'pincha borib nima qilaman, navbat ko'p, baribir foydasi yo'q deb o'ylaydi. Aslida esa hozir ko'p ma'lumotlarni elektron tarzda ham tekshirish, telefon orqali maslahat olish, mahalla yoki tuman bo'limi orqali aniqlashtirish imkoniyatlari bor. Eng muhimi, odam o'z huquqini bilishi kerak. Endi eng ko'p beriladigan savol, qancha pul beriladi? Men buni juda aniq tushuntiraman. Bunday masalalarda bitta umumiy raqam aytish noto'g'ri. Chunki bir odamga 1000 so'm farq chiqishi mumkin. Boshqasiga 300 ming so'm, yana boshqa odamga umuman farq chiqmasligi mumkin. Ayrim holatda bir necha oy uchun yig'ilgan farq summasi birdaniga to'lanadi. Ayrim holatda esa faqat keyingi oydan boshlab pensiya oshadi. Ba'zan esa hujjat tekshiriladi, lekin hisob-kitob natijasida o'zgarish bo'lmaydi. Masalan, bir pensionerning pensiyasi qayta hisoblanganda oyiga 1 ming so'mga ko'paydi deylik. Agar qayta hisoblash huquqi 3 oy oldindan tan olinsa, unga 36 ming so'm farq chiqishi mumkin. Agar 6 oy bo'lsa 720 ming so'm bo'ladi. Ammo yana takrorlayman, bu faqat misol. Real hayotda summa qonuniy asos, hujjat sanasi, murojaat sanasi, pensiya turi va hisoblash tartibiga bog'liq. Yana bir misol. Pensiya ayol yolg'iz yashaydi. Unga qo'shimcha ijtimoiy yordam yoki kompensatsiya masalasi tegishli bo'lishi mumkin. Lekin u mahallaga murojaat qilmagan, holati o'rganilmagan. Bunday vaziyatda odamning daromadi, yashash sharoiti, oilaviy ahvoli, ro'yxatda turish tekshiriladi. Agar mezonlarga mos kelsa, yordam ajratilishi mumkin. Agar farzandlari bilan birga yashasa, daromadi yetarli deb topilsa yoki boshqa asos bo'lmasa, rad javobi berilishi ham mumkin. Demak, odam oldindan menga albatta berishlari kerak deb emas, mening holatim tekshirish kerak deb yondashish kerak. Bu yerda bir nechta juda muhim nozik masalalar bor. Birinchisi, hamma qo'shimcha to'lov ham avtomatik kelmaydi. Ayrimlari bazadagi ma'lumot asosida avtomatik hisoblanadi. Ayrimlar uchun esa fuqaroning o'zi murojaat qilishi, ariza yozishi, hujjat topshirishi kerak bo'ladi. Shuning uchun men kutib o'tiraman. O'zi tushadi degan yondashuv har doim ham to'g'ri emas. Ikkinchi nozik jihat, hujjatning asl nusxasi va tasdiqlangan nusxasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqida ma'lumot.
nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik xulosasi kabi hujjatlarda ism, familiya, otasining ismi bir xil yozilishi kerak. Masalan, hujjatning birida Abdullayev, boshqasida Abdullayev yoki Abdullayev deb yozilgan bo'lsa, tizim buni boshqa shaxs deb qabul qilishi mumkin. Bunday holatda qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. 3-chi nozik jihat, muddat. Ko'p fuqarolar ariza berishni kechiktiradi. Agar sizga huquq bugun paydo bo'lgan bo'lsa, lekin siz 5 oy o'tib murojaat qilsangiz, hisob-kitob qaysi sandan qilinishi masalasi alohida tartibga bog'liq bo'ladi. Ba'zan murojaat sanasi muhim, ba'zan huquq paydo bo'lgan sana muhim, ba'zan hujjat taqdim etilgan sana muhim. Shuning uchun men doim aytaman, shubha bo'lsa kutmang, darhol yozma yoki elektron murojaat qiling. 4-chi nozik jihat, og'zaki javob bilan chaqlanmaslik. Agar siz pensiya bo'limiga borib, sizga hech narsa chiqmaydi degan og'zaki javob eshitsangiz, bu hali yakuniy huquqiy javob degani emas. Siz ariza yozib, rasmiy javob so'rashingiz mumkin. Rasmiy javobda nima sababdan rad etilgani, qaysi hujjat yetishmayotgani yoki qanday hisob-kitob qilinganini ko'rsatiladi. Keyin siz shu javob asosida kamchilikni to'ldirasiz yoki yuqori tashkilotga murojaat qilasiz. 5-chi nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Hozir 1 iyulgacha hamma pensionerga pul beriladi. Karta raqamingizni yuboring, SMS kodni ayting, men ro'yxatga kiritib qo'yaman degan yolg'on gaplar ko'payishi mumkin. Hech qachon bank kartangizning maxfiy kodini, SMS tasdiqlash kodini, PIN kodni, mobil banking parolini hech kimga bermang. Davlat idorasi yoki pensiya bo'limi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bilingki bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki pensioner yaqinlaringizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, mana shu tartibda harakat qiling. Birinchi qadam, mavjud hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqida ma'lumotnomalar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Hammasini bitta papkaga solib qo'ying. Ikkinchi qadam, pensiya miqdorini tekshiring. Oxirgi oyda qancha pensiya tushganini yozib oling. Oldingi oylar bilan solishtiring. Agar kamaygan bo'lsa, kechikkan bo'lsa yoki odatdagidan boshqacha summa tushgan bo'lsa, sababini aniqlang. Ba'zan bank texnik kechikishi bo'ladi. Ba'zan hujjat muddati tugagan bo'ladi. Ba'zan qayta hisob-kitob ketayotgan bo'ladi. 3-chi qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiya ishimni qayta tekshirib, ish stajim, ish haqi ma'lumotlarim, imtiyozli davrlarim va qo'shimcha to'lovlarga huquqim bor yo'qligini aniqlab berishingizni so'rayman. Agar yaqinlaringiz uchun murojaat qilsangiz, ishonchnoma yoki qonuniy vakillik hujjati kerak bo'lishi mumkin. 4-chi qadam, javobni yozma shaklida oling. Agar xodim hujjat yetishmayapti desa, qaysi hujjat kerakligini aniq yozdirib oling. Masalan, 1932-1936 yillardagi ish haqi ma'lumotnomasi, arxivdan stajni tasdiqlovchi ma'lumotnoma, o'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma kabi aniq bo'lishi kerak. Boring, hujjat olib keling degan umumiy gap yetarli emas. 5-chi qadam, arxivni tekshiring. Agar siz ishlagan tashkilot yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman, viloyat yoki idoraviy arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivga murojaat qilganda ishlagan yillaringizni, tashkilot nomini, lavozimingizni, taxminiy bo'limingizni, eski manzilni iloji boricha aniq yozing. Qanchalik aniq yozsangiz, hujjat topish shunchalik oson bo'ladi. 6-chi qadam, bank ma'lumotlarini yangilang. Pensionerning kartasi muddati tugagan bo'lsa, karta yo'qolgan bo'lsa, yangi karta ochilgan bo'lsa, bu ma'lumot pensiya to'lov tizimida ham yangilangan bo'lishi kerak. Aks holda pul hisoblangan bo'lsa ham tushmay turishi mumkin. Ayniqsa yoshi katta insonlar bankka borganda farzandlari birga bo'lsa, xatolik kamroq bo'ladi. 7-chi qadam, mahalla bilan ham aloqada bo'ling. Ayrim ijtimoiy yordamlar, moddiy yordamlar, ehtiyojmandlik bo'yicha ro'yxatlar mahalla orqali o'rganiladi. Agar pensioner yolg'iz yashasa, dori-darmon xarajati katta bo'lsa, nogironligi bo'lsa, uy-joy sharoiti og'ir bo'lsa, mahallaga yozma murojaat qilish kerak. Og'zaki aytib qo'yib kutib yurish to'g'ri emas. 8-chi qadam, har bir murojaat nusxasini saqlang.
ariza topshirsangiz, uning qabul qilingan sanasi raqami kim qabul qilgani yozilgan bo'lishi kerak. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Keyin men murojaat qilgandim deganda qo'lingizda dalil bo'ladi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'raman. Bir pensioner ota 40 yil mehnat qilgan, lekin pensiyasi kutilganidan past. Farzandlari tekshirsa, ma'lum bo'ladiki, mehnat daftarchasidagi ikkita tashkilot bo'yicha ma'lumot to'liq kiritilmagan. Ular arxivga so'rov beradi. Bir oy kutadi. Ma'lumot keladi. Pensiya qayta hisoblanadi. Natijada ota har oy qo'shimcha pul ola boshlaydi. Bu odam uchun oyga 1 ming yoki 1,5 ming so'm ham katta yordam. Chunki pensioner dori oladi, kommunal to'lov qiladi. Oziq ovqat oladi. Yana bir holatda esa odamlar bizga falon summa berilishi kerak ekan deb keladi. Tekshirsak, ularning hujjatlari to'liq, pensiya to'g'ri hisoblangan, qo'shimcha asos yo'q. Bunday holatda odamga pul chiqmaydi. Bu ham normal holat. Chunki qo'linda hamma uchun bir xil qo'shimcha to'l belgilanmagan bo'lishi mumkin. Muhimi, tekshiruvdan keyin odam aniqlik oladi, shubha bilan yashamaydi. 3-holat. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand 21 yoshga to'lgan, lekin kollej yoki universitetda kunduzgi o'qishda davom etyapti. Oila o'qish joyidan ma'lumotni olib bormagani uchun to'lov to'xtagan. Keyin hujjat topshiriladi. Masala qayta ko'rib chiqiladi. Agar tartib bo'yicha huquq saqlangan bo'lsa, to'lov tiklanadi. Demak, bu yerda kechikishning sababi davlat to'lamoqchi emasligi emas. Ko'pincha hujjat yetishmasligi bo'ladi. 4-holat. Pensioner boshqa viloyatdan Toshkentga ko'chib kelgan, ro'yxatdan o'tgan manzili o'zgargan, lekin pensiya ish ko'chirilmagan. Natijada u qayerga murojaat qilishini bilmaydi. Bunday vaziyatda yangi yashash manzili bo'yicha tegishli bo'limga borib, pensiya ishini ko'chirish tartibini so'rash kerak. Hujjatlar tizimda to'g'ri joylashgandan keyin to'lovlar ham barqarorlashadi. Birinchi xato, odamlar ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarga ishonadi. Kimdir hamma pensionerga 1 iyulgacha pul beriladi desa, darhol vahima boshlanadi. Men tavsiya qilaman, har qanday xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari, mahalla bank yoki tegishli vazirlikning rasmiy axborotiga qarang. 2-xato. Hujjatdagi ism, familiya farqlariga e'tibor bermaslik. Bu kichik xato emas. Bir harf ham muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa eski ruscha yozuvlar, lotincha va kirilcha farqlar, nikohdan keyin familiya o'zgarishi, otasining ismi turlicha yozilishi pensiya ishida aniqlashtirish talab qiladi. 3-xato, qo'shnim oldi, demak men ham olishim kerak deb o'ylash. Qo'shningizning staji, ish haqi, nogironlik guruhi oilaviy holati. Hujjat sanasi siznikidan boshqacha bo'lishi mumkin. Pensiya masalasida qo'shni bilan solishtirish to'g'ri mezon emas. Siz o'zingizning hujjatingiz asosida tekshirishingiz kerak. 4-xato, arizani og'zaki aytish. Men yana qaytaraman, og'zaki murojaat ko'p holatda ishsiz qoladi. Yozma ariza esa rasmiy jarayonni boshlaydi. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, keyingi bosqichga o'tish imkonini beradi. 5-xato. Bank kodlarini begonalarga aytish. Pensionerlar ishonuvchan bo'ladi. Ayniqsa telefon qilgan odam o'zini xodimman deb tanishtirsa, hech qachon SMS kod bermang. To'lov uchun sizdan karta paroli so'ralmaydi. Pul tushishi uchun faqat rasmiy hisob raqami yoki karta ma'lumoti yetarli bo'ladi. Maxfiy kod esa faqat firibgarga kerak. Men sizga aniq tavsiya beraman, 1 iyulgacha kutib o'tirmang. Bugunoq hujjatlarni ko'zdan kechiring. Ota-onangizning pensiya miqdorini so'rang. Ularning mehnat daftarchasini, arxiv hujjatlarini, pasportini, bank kartasini, nogironlik yoki boshqa ijtimoiy hujjatlarni tartibga keltiring. Agar biror narsa tushunarsiz bo'lsa, mahallaga, tuman pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa, rasmiy portallar orqali ma'lumotlarni tekshiring. Lekin katta yoshli insonlarni yolg'iz qoldirmang. Ular ba'zan telefon orqali kelgan yolg'on havolani bosib yuborishi, karta ma'lumotini kiritishi mumkin. Shuning uchun farzandlar ota-onalariga tushuntirsin. Har qanday pul, ro'yxat, kompensatsiya, pensiya oshashi haqidagi xabar avval rasmiy manbadan tekshiriladi. Agar sizga qo'shimcha to'lov chiqsa, uning qaysi davr uchun qaysi asosda qancha miqdorda hisoblanganini so'rang. Agar chiqmasa, nega chiqmaganini so'rang. Bu sizning huquqingiz. Xodim bilan bahslashish shart emas, lekin aniq javob bo'lish kerak. Madaniyatli hujjat bilan yozma tartibda ishlasangiz, natija ancha yaxshi bo'ladi.
Hurmatli yurtdoshlar, bugungi mavzuning eng muhim joyi shuki, 1 iyulgacha pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ro'yxatlar, hujjatlar va hisob kitoblarni tekshirish masalasi ko'pchilik uchun juda dolzarb. Kimdir qo'shimcha summa olishi mumkin. Kimdir pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin. Kimdir hujjatdagi xatoni tuzatishi mumkin. Kimdir esa hammasi to'g'ri ekanini bilib xotirjam bo'ladi. Men sizdan iltimos qilaman, bu masalaga beparvo qaramang. Ayniqsa uyingizda pensioner ota-onangiz, buvinggiz, bobongiz, nogironligi bo'lgan yaqinlaringiz yoki boquvchisini yo'qotgan oila a'zolaringiz bo'lsa, ularga yordam bering. Hujjatlarni yig'ing, tekshiring, kerak bo'lsa murojaat qiling. O'z vaqtida qilingan bitta ariza ba'zan odamning oyma-oy oladigan daromadiga ta'sir qiladi. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari, qayta hisob-kitob yoki qo'shimcha summalar bo'yicha qanday holatlar bo'lyapti? Kommentariyada yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta pensioner yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda ham sizga oddiy odam uchun kerakli bo'lgan huquqiy va ijtimoiy masalalarni sodda tilda tushuntirib berishda davom etaman.